Voy aziz sinajonlarimiz, o'rtoqjonlarimiz, yoshlarga ham kiyim olib keling, faqat kattalarga olib kelasizmi deb so'rab yurgan kelinchalarimizga ustimdagi mana bu dvoyka nima deyapti? Atigi 150 mingdan ayni hayit skidkasiga shunaqa asal dvoykalarni olib kelib qo'ydik opalar. Oq kiymiyman deyotgan opa-singillarimiz uchun 20 xildan oshura svetkada. Narxi 150 ming, razmer 48 dan 54 gacha, ya'ni 46 dan ham ketaveradi. Bemalol kiyverasizlar. Chiroyliligini ko'ryapsizlarmi? Yozlarni ifori kelib turadigan asal dvoykalarimiz keldi. Katta rasvetkalarni ko'rsatib o'taman. Ko'ryapsizlar, mana shunaqa siniy, qora, bardovni to'qilari, cho'qu, hamma rasvetka bor xullas. Yozi ifori oqqa mana bir nechtasi bor. Ustimdagi bardov ham. Bemalol kelib do'konimizdan 150 mingdan shunaqa asal yo'lli dvoykalarimizni xarid qilsanglar bo'ladi. Keyingina tashab turadigan shimlar kiyib shoshilinglar.